Akalar mana Xitoydan apparatimiz kelgan temir, har qanday temirni kesadi. Eng qizig'i sifatli va ishimiz o'ta Bu apparatda Katyol o'z hamma mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Aynan bu bitta temir kesish bilan tugab qolmaydi. Mana ko'rasiz, mana bitish jarayonlari Katyol bu xonaga olib kelamiz kamerachi aka. Bu xonada mana Katyolni miyalarini akalarimiz juda ham bir sifatli qilib, miya yig'ish jarayonlari xullas tomonlardan ko'rsatib qo'yamiz aka mana. Hammasi qo'l mehnati bo'ladi bular. Hech qanaqa boshqa Xitoyda olib kelinmaydi. Hammasi O'zbekistonimizning Buvayda tumanida ishlab chiqariladi, o'rta qishlog'ida. Kamerachi aka, ketdik, tashqarini ko'rsatamiz. Mana shu holatda bo'ladi bitgan jarayoni. Sekin yuring tezchi. Kamera. Kimga mana shunday Katyollar kerak bo'lsa, optim narxlarda kelaverasizlar. Albatta, manzilimizga yana bir bor tushuntiramiz. O'zbekiston bo'ylab tumani dastavkasi bor. Polli dastavka Shohruxxon janoblarining qishlog'i bo'ladi. Albatta yana bir ma'lumot. Dastlabki xizmatlarimizda mutlaqo tekin o'rnatish, xullas o'rnatib berish, yetkazib berish hammasi bor. Kelaverasizlar. Mana ichkarilarni mana ko'rsatamiz. Bu tomonlarni ham ko'ring. Hattoki buni Bollivud yulduzi Shohruxxon ham Hindistonga zakaz qilgan. Eng qizig'i bir kunda 25 kilogramm ko'mir xokasini rasxod qiladi. O'ta arzon. Jonlaring sog' bo'lsin.